Pastni sokol qismini bezatish uchun beton yonini qoplab chiroyli qilish uchun. Mana o'sha 600 ta qolip quyilgani. Buncha qolip sizda bo'lib qolsa nima qilgan bo'lardingiz? Qoliplarning qalinligi ham birinchi o'rinda. Mana qalinligini ko'ryapsizmi? Mana qalinligini. Kecha Tesla ustiga chiqqan qoliplar mana shular bo'ladi. Lesnisalar. Narigi tomonda boshqa qoliplar. Bir boshdan tushib tursa, bu hozir rasmni qo'yib ketaman. O'sha daraxtlarning yoniga, uy yonlariga chegara qilish uchun kichikgina to'siqcha ekan, balandligi 60 sm. Bu o'shani kattaroq varianti. Yonida tumbachasi bo'ladi, tumbachasi kiradi. Narigi tomondan ham kiradi. 2 qavat qo'ysa ham bo'ladi, 3 qavat qo'ysa ham bo'ladi. Tagida alohidasi bor. Bu ham bunga nisbatan sal uzunroq, ozgina balandroq edi. Bu endi boshqa qolipning yuqori qismi, bu nechilik bo'lsa, 600 lik qolipning yuqori qismi bu. Ana endi zinalar. O'sha reshotka deymiz. Mana uy yonlariga, dachalar yonlariga, chegaralarga qo'yib qo'yish uchun yaxshi ekan. Balandligi shuni o'zi 140-150 bor kamida. 150 dan ham ziyod ekan. Buni o'zgartirsa bo'lar ekan. Mana pastida aytaylik mana bu qism 50 sm qism. Mana bu yerda aytaylik mana bu 10 sm bilan bu 40 sm bo'lakni olib tashlasa, shunda mana buni olib tashlasa, razmeri pasayadi. Agar 10 sm qismni olmoqchi bo'lsa, mana bu bitta 10 sm olib tashlab, keyin bu 10 sm olib tashlasa, razmer bitta bo'ladi. Agar 20 sm olmoqchi bo'lsa, mana o'rtada bittani olib tashlab, mana bu ikkitani olib tashlasa, shunda razmer o'ynatsa bo'lar ekan. Reshotkalarga, o'sha uy yonlariga, chegaralarga mana shu juda zo'r variant ekan. Mana endi xuddi o'shani boshqacha varianti mana. Aytaylik balandligi bir 90-95 sm, 10 sm, 10 sm ko'tarib ketgan. 145 ekan. Mana bu demak 160 plus minus bor eng balandi. Mana shunday qilib ko'tarilib ketgan. Bu keyin o'sha to'rtburchakning sal kichikroq varianti ekan bu mana. Mana shunday ketgan. Mana endi bu yerdan buni ham mana past baland qilib taxlab kelingan. Mana 1, 2, 3 va hokazo. Demak, bu yerga yana 10 sm qismdan qo'shsa, mana bu bilan barobar bo'ladi. Agar mana bu 10 sm qismni olib tashlasa, mana bu bilan barobar bo'ladi-da, davomidan davom ettirib ketsa bo'ladi. Bu endi bezak uchun bular qoliplari ham bor. Mana pastda dumaloq turibdi. Bu endi har doimgidek o'zimizda 25 lik qolip, o'sha 25 likda rezba varianti, bu 25 likda o'sha silliq varianti. Mana buni shu gulli varianti. Bundan olib borganmiz, ishlatganmiz. Bu 20 likning silliq varianti. Orqa tomonda o'sha biz uchun ancha chiroyli bo'lib ishlatilayotgan qolip. Tepa tomoni silliq ekan, biz ko'proq mana buni taklif qiladi, shuni qo'yamiz. Mana bu bor keyin, mana tepasida mana bu marjon guli, evesachlari bilan. Buni bo'yagandan keyin chiroyli bo'ladi-da. Tumbani quyib bo'lgandan keyin ishlov bersa, unda boshqacha bo'ladi. Mana bu 35 lik qolip, u narigisi 30 lik edi, bu 35 lik mana. Mana bu endi bizga to'g'ri keladimi, yo'qmi bilmayman, mana bu o'rtasidagi gul. Mana bu gulni kecha ham aytganim, tavsiya qilmayman, chunki bu guldan 19-yil olib ishlatganmiz va chiqmaydi. Bu guldan olib ishlatsa bo'ladi. Mana bu gul boshqacha, mana bu gul. Mana bu rasmdagi gul boshqacha mana. Ikki xil. Bizda ikkita gul bor. Endi sotuvga asosan mana buni olib boramiz. Chunki xaridorlar buni xohlaydi. Biz buni va buni olib borib qo'yganmiz. Bundan ham kamida bir 10 ta gul bor. Bundan lekin ko'p, 15-20 taga yaqin bor. Mana bu o'sha 400 likda qorin qismi. Bular ham o'sha 400 likda. Silliq varianti va rezba sifat varianti. Mana bu yerda endi qoliplar. 20 lik qolip, taroq varianti. Tepasida gul bilan. Mana shu 20 likda silliq varianti. Bu 20 likda rezba varianti. Bu 20 likda o'sha qorniga gul qo'yilgan varianti. Pastidagi oyoqlariga qarasalaringiz ikki xil mana. Bu boshqacha ko'rinishda, bu boshqacha ko'rinishda. Qaysi biri afzal kim biladi? Kommentariyada yozib yuboringizlar-da. Bu yaxshimi, bu yaxshimi? Mana o'sha qornidagi gul bilan tepa tomon endi 25 ning silliq varianti. Taglari 25 ta o'sha qorniga gul qo'yilgan varianti mana. 25 ta taroq varianti. Keyin esa endi 30 qolib, tepasiga bitta vesach qo'yilgan, taroq holatida ketgan tagi. Mana endi buni ikkinchisi. Mana 30 da ham tagi kichkina varianti bor, tagi katta varianti bor, ikki xil. Buni ham farqini yozingizlar-chi. Qanday ekan, qaysi afzal, qaysi afzal emas yoki qaysini olgan, qaysini ishlatgan ma'qul. Bu 30 ding. Bu varianti, rezbal varianti. 35 taroq, tepasiga gul qo'yilgan, tepasiga vesach qo'yilgan varianti. Mana bu 35 ta. Mana bu gul boshqa, bu gul boshqa. Sotuvda asosan mana bu guldan bor, bundan yo'q. Bu guldan bor, chunki oluvchi asosan shu guldan oladi. Mana bu guldan. Bu guldan biz o'zimiz quyish uchun olib borganmiz, bir ko'p kimga qaysi gul ma'qul bo'lsa shuni qo'yib beramiz. Mana qornidagi gullari bilan. Mana rasm. Mana 35 ta gulsiz varianti. Bunda o'sha beliga boya aytilgan gulni qo'yilgan varianti. Buni bizlarga to'g'ri kelmaydi bu, mana bunaqa. Har xil ajdorho bir narsalar chiqadi. Mana bu yerda ham bor. Mana
Bular endi bizga to'g'ri kelmaydi. Bu nechilik ekan? 500 qolib, 500 qolibdi. Taroqli variant. Endi 150 qolib. Endi 150 larni ko'p baland bo'lmaydi, bo'lsa bir 2 metr, 2,5 metr bir kichikgina, pastakina joylarga qilish uchun mo'ljallangan. Bu 20 lik qolibdi o'sha. Ko'p gulli varianti, kecha bir videoda ko'rsatdim. Endi mana to'rtburchak qoliplarimiz. To'rtburchakning ikkisi ekan bu. 25 lik ekan. 25. Qanchaga 25 mana shu. To'rtburchakdan olish niyatimiz bor. Kecha buyurtma qilganmiz. Bugun hozir taxlab chiqqan ko'rib chiqamiz. Bu qorniga gul qo'yib, silliq varianti 30 lik qolib adashmasam, mana 30 likda mana silliq varianti 25 ta. Mana bu 20 edi, mana boshqacha. Mana bu yurakchasimon. Bu 25. Yonidagi 30 likda endi tagida hashami boshqacha. Gullari. Mana bulardan ham olishimiz kerak. Bulardan avval olib borganmiz. O'sha eshik derazalarni tepasiga qo'yishga. Aytaylik, bir tabaqali eshik bo'lsa, mana buni qo'yish mumkin. Mana buni qo'yish mumkin. Eshik razmeriga qarabda, bu taxminiy bir 20 mm chiqib qoladi. Agar ikki tabaqa kattaroq eshik bo'lsa, mana buni qo'ysa bo'ladi. Mana buni qo'ysa bo'ladi. Derazalarni ustiga qo'ysa bo'ladi mana. Bu derazaning ustiga menimcha to'g'ri kelib qoladi. 180 mm chiqadi. Mana bular 1,5 metr, 1,60 chiqib qoladi. Mana shu. Mana buni qo'ysa bo'ladi o'sha derazalarning tepasiga. Endi bu pastda kafil burchakka deymiz-ku biz, oyoq tagiga hovliga terish uchun qoliplar. Endi bu boshqa narsa. Bu yerda o'sha mana lestnitsaning har xil qismlari. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5 xil varianti. Mana. Pastda bu regelli qolibi, bundan olib borganmiz. Bu ham regelli qolibi. Bular ham regelli qolibi hammasi. Bular ham regelliki. Mana murakkab bo'lmagan narsalarni temirdan ishlab chiqqan temir qoliplari bor. Murakkab boyagi chizmalar oddiyroq bo'lganini pressda amallab chiqargan, lekin mana bunday gullar, mana bunday rezba sifat, bunaqa narsalar pressda chiqmagan. Endi bu hovliga buni qo'yib o'tirib choy ichadigan narsa qilsa bo'ladi. Yonida stakanchasi bor, buni ham ichiga quyiladi. Uncha ko'p rasvor yemaydi, bir 5 plus minus rasvor yeydi. Ko'pincha og'ir bo'lmasa ham kerak, 2-3 kishi olib bir joydan tilchisa bo'ladi. Yonida tumbachasi ham xuddi shunday. Bu gul tuvak mana. Bular hammasi chappa qilib quyiladi. Ustidan biriktirilgan joyi bor, xuddi mana o'xshab mana biriktiriladi. Bu chappa qilgandan keyin tagidan rasvor qilinadi, qotgandan keyin yechib olib qo'yiladi. O'da qo'yiladi. Bu gul tuvak. Bu ham gul tuvak. Mana bu ham gul tuvak mana. Pastdagi ham gul tuvak. Mana bundan ham bor, bundan ham olib borganmiz bu gul tuvaklardan. Mana bulardan olib borganmiz, yana olib ketish niyatimiz bor. Bu endi globus, yer shari. Buni qayerga tashkilotlarni oldiga qo'yib, o'sha yerda xaritasini chiroyli qilib chizdirib qo'ysa bo'ladi. Zo'r rassom bo'lsa, chiroyli qilib chizib beradi. Shunday qilsa bo'ladi. Jonibek, sen ham olsang bo'lar ekan. Mana shuni aylantirib, tagidan pachimlik nima qilib qo'yasan-da, endi qaysi davlatga sayohat qilamiz desang, aylantirib yuborasan, qo'lingda lubo bittasi to'xtatasan, bo'ldi, o'sha yerga sayohat qilasan. Shunday qilsa bo'ladi. Bir boshdan ko'rsatib beramiz. Endi bu yerda lestnitsalar. Lestnitsalar balandligi 1,20, eng tepasi bu yog'i 60-70 sm-gacha. Mana bunaqa ko'rinishda bor. Endi shu imkon qadar o'zimizga to'g'ri keladigan variantini olib borishimiz kerak. Mana birinchidan qolipdan olib borganmiz. Bundan ko'pchilik sotib oldi mana shu tomondan. Mana bundan olib bordik, sotib oldi. Mana bundan ham olib bordik, bundan ham ko'pchilik sotib oldi mana shundan. Endi mana ko'za sifat bor ekan, bu silliq variant, ko'pincha qilmadi. Oldin bundan taklif qilishdi, u chekkadan ikkalasini olib borganman. Mana bular ham yaxshi variant ekan. Faqat boshqa o'tirib ko'rish kerak buni. Mana o'sha zinaning ustiga aynan o'zi mana mahkamlanib, bu yer qotgandan keyin, ma'lum bir vaqtdan keyin mana buni ustiga qo'ysa bo'lar ekanda, ichiga bir sement to'ldirib qo'ysa, bir chiroy uchun bo'ladi. Agar ichiga nimadir betonni ichiga solib qo'ysa, mana shu yerga tagini ozgina rasvor bilan to'ldirib, shu yerda o'ziga gul tuvakcha qilsa bo'lar ekan. Endi qay darajada to'g'ri yoki noto'g'riligini bilmayman, qilsa bo'ladi. Bu fantaziyada, fantastika deydimi, nima deydi? Mana endi lestnitsalar. Bu boshqacha variant, mana bu boshqacha variant. Ketamiz. Bu yaxshi ekan, lekin menga yoqdi. Mana bundan olib borganmiz. Bundan oxirgi marta yetmay qoldi, bir kishi kelib 5 metrmi olmoqchi edi, 3 metrmi qilib berdik-da. Mana bu bog'gul deymizmi, atirgul deymizmi, bu ham gul. Bu silliq varianti. Bizga ko'p silliq emas, qandaydir bir guli bo'lsa yaxshi-da bizlarga. Mana bu yonidagi katta tumbasi. Bu tomon. O'sha qolip silliqroq variant ekan. Bu mana guli bor fasoni. Lekin yalpoq ekan, ina. Mana bir 7-8 sm chiqadi. Bunaqasiga bir 10-12 lar bor ekan kamida. Mana bu tomoni. Bunda esa 7-8 chiqadi. Bu nisbatan kattaroq ekan bu, mana bu. Eni o'sha 7-8 yo'q ziyodroq ekan. Unga nisbatan ziyodroq, eni ham 50. Mana bu o'sha ko'za sifatidagi. Endi bu chiqqan variantlari. Endi buni bezashga ham bog'liqda.
o'sha rassom qanday fantaziyasini ishlatishga ham bog'liq, chiroyli chiqarib berish. Mana bu yonida stakani. Endi o'taman. Bu mana ko'rsalaringiz zinalar baland, past bo'lib kelyapti. Bu aytaylik balandligi 60 dan ziyodroq varianti mana. Atirgul. Mana bu boshqa fason. Mana. Mana o'sha yonidagina chiqqan bo'lagi mana bu. Endi bu xuddi shu narsa, faqat bu balandroq. Bu aytaylik 60 sm bo'lsa, mana bu 80 sm. Mana bu yonidagi qolibi, to'rtburchak qismi, o'sha ko'za sifat, yonidagi tumbachasi. Bu endi yana boshqa narsa. Bu qolipda aytdim olib borganmiz. Mana bu ham naryoqda ko'rsatuvdi, faqat bu balandmidi, pastmidi shunday edi. Mana bu tomon. Bu tomondan chiqishi, mana bu qolibi. Mana bu tomonda chiqishi mana. Endi shu burchakcha qolibini ko'rsatuvdim narigi videoda. Mana shunaqa ko'rinishda chiqadi bu. Bulardan otlar, tabiat, dengiz shunaqa. Mana bu yana bitta variantlar. Mana bu narigi tomonda pastroq variantini ko'rsatuvdik. O'shani balandroq qismi. Mana chiqqan holati, litsenziyani. Narigi tomonda ikkinchi tomonda qolibi. Mana bu qolipdan olib olganmiz. Yo'q, bundan emas, bundan sal boshqacharoq ekan. Mana bu ham zo'r sotildi. Ko'pchilik oldi bundan. Shular endi tepada bitta dekorativdan ko'ramiz. Mana bu litsenziyalarni ustiga qo'yish uchun baliq, bu ham bir bezak, xo'roz, baliq qolibi. O'sha mana buni qolibi mana. Xo'roz qolibi mana. Stovoq buni Qashqadaryoga bir akaga olib borib berganmiz. Cho'tga chiqarib, ularni qo'yib qo'ygan. Bo'yab qo'ygan hozir. Agar rasm topilsa, men rasm qo'yib ketaman. O'sha gultuvak. O'zini ustiga qo'yib qo'yish ajoyib. Bu mana gultuvak. Oqish qanotini ochib turgan holati. Shunday turgan holati. Bu sherlar. Bu mana oqish qanotini tepaga qo'yib turibdi. Bu boshqa narsa. Mana bundan olib borganmiz. To'g'risi kechagi safar pulim kamroq qoldi, oxiri shularni olib kartadan pul yechib berib olib ketganimizda ko'pchilik so'rab qoldi shundan. Bundan olib boramiz nasib qilsa. Ular bizga to'g'ri kelmas ekan, chunki yozuvlari bor. Mana bu narsa bo'ladi. Mana shu oq qushda tepada mana qanotni ko'tarib turgan holati. Buni faqat bezashda-da. Mana bu shercha. O'sha mana bu gul tagida yozuv bor ekan, xitoycha kerak emas bizga. Mana hozir yana ko'ramiz. Shulardan olishga harakat qilamiz. O'sha parranda va hokazo bezaklardan. Mana bu litsenziyaning yonidagi tumbasi. Narigisi ham. Buni tumba qo'yamizku o'sha 5 metr 6 metr o'shani tagiga qo'ysa bo'ladigan variant ekan. Mana o'shaning ko'rinishi. Bungacha varianti. Gultuvaklar, o'sha tumbalar va hokazo. Endi yana qoliplarga qaytamiz. Mana to'rtburchak qolib. Bu 25 lik. Mana. Bu ham 25 likda. Hozir boshqacha varianti yo'q, 30 lik ekan bu. 30 likda boshqacha varianti. Bu ham 30 likda boshqacha varianti. Mana yonida palasasi bor. O'rtasi tekis, burchagi tekis bo'ladi. Mana bu yerda palasa bo'ladi, o'rtasi tekis bo'ladi. Rasmi mana ko'ryaptimi yo'qmi mana shu rasmdagi. Bu esa mana taroqli varianti. O'sha naqsh bo'lib chiqadi, xuddi daraxtga o'xshab. Agar daraxt rangga bo'yasa, o'sha daraxt rangiga o'zi chiqadi. Bu qaysi qism deyman? Mana bu qolib mana. Xoshiyasida tarag'i bor, ariqchasi o'rtasi tekis, burchagi tekis bo'ladi. Mana bu yerda yo'li ketgan, o'rtasi tekis, burchagi ham tekis mana. Yana bu yerda taraq bor, o'rtasi tekis. Mana o'shan chiqqan variant mana shu mana. Mana. Bu endi 350 bu. Mana rasmda chiqqan holati. Mana o'shani o'zi. Endi bu yana 350. Bundan olib borib ishlatganmiz. Sotganmiz ham ko'pchilikka. Mana bu yerda bir ozgina gulchasi bor. Keyin taraq, pastki qism bo'ladi. Bu 400 lik. Bundan ham bor, olib olganmiz. Bu o'sha qornida guli bor varianti bu endi. Bu ham 400 lik, yonidagi ham 400 lik mana. Ikki xil ikkalasi. Buni mana bu tepa qismida guli bor. Mana rasmda ko'rsatib qo'yilgan. Tepada guli bor, o'rtalari silliq, ikki chekkasida xoshiyasi bor. Bu esa mana bu fason. Mana chekkasida xoshiyasi bor, o'rtasi tekis, burchaklari tekis holati. Mana o'sha bittasiniki mana bu tepada gulini chiqqan qismi mana bu. Gultuvaklar. Endi bu 500 lik qolib mana.
Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Bundan ham olib borganmiz. O'rtasi silliq, yoni Versace tarog'i bilan. O'sha bilan katta ketyapti. Mana rasmda ko'rsak, yonida bitta Versace anusi bor, tarog'i bor, o'rtasi yerlari silliq. Buni esa mana variant mana. Tepasidan guli bor. Faqat diametri katta 35lik 40lik emas ekan, 50lik ekan. Bu mana 40lik. Bu ham 50lik mana bu. Bu 40lik. Bu 50lik. 35. 35 da o'sha pastida Versace'si bor. Qorniga 30 ekan, qorni tekis, yonida hoshiyasi bor, ramkasi bor. Tepasi mana shunday holatda. Bu endi 500lik, yo'q 600 ekan. Yozib tepasida. Mana bu ham 600lik. Mana 700lik, 70 sm. O'rtasida Versace bor mana. Yonlari tekis. Bu endi baland imoratlarga qo'ysa bo'ladi. Buni kecha aytib o'tib ketdim. O'sha uy yoniga bir shapka chiqaramiz, o'sha shapka chiqarayotgan payti mana shundan qo'yib ishlab olsa bo'ladi. O'sha bu qolipda kichikroq bo'lagini taxlab qo'yilgan holati. Bu 30likda bir kichikroq holatchasi. Bu endi qoliplarda qo'shimcha detallari. Mana chiqish holati. Mana buni ko'rsatdim-ku. Xuddi o'shanday yoni oldi tomoni yopiladi-da, 5-6 sm beton quyiladi. Mana bu 5-6 sm bo'ladi. Bu yerda masofasi katta bo'ladi. Bemalol ikki tomonda ishlaydi. O'rtada ikkala shuncha joy 5-6 sm bo'ladi. Bu yerga yuk chiqarilmaydi. Oxirgi ishlarda bo'ladi bu. Kichik navescha qilyapti. Hozir uyda oldiga 4 ta 5 ta tumba quyib, ustini yopyapti. O'shani yoniga, regelni yoniga shunaqa qilib qo'ysa ham bo'ladi. Mana o'sha regelda qoliplari. Mana bu stolchani, mana bu narigi chekkada turgan stolchani yoniga qo'ysa bo'ladi mana buni. Mana buni. O'sha bo'laklari, mana bu regelni holati mana qanday bo'ladi. Mana shunday qilib qo'ysa bo'ladi. Ko'rsatib qo'yibdi devorga. Bu qo'yiladi. Keyin yonidan mana bu regelni qolibi qo'yilib, beton quyilib yuboriladi. Mana. Mana ma'lumot uchun. Mana bu kichikroq versiyalari mana boshdan ketgan kattarib. Regellik ham xuddi shunday. Mana aytaylik 15 sm, 20, 25, 30 va hokazo ketavergan. Mana yonboshdan ko'rinishi. Bu o'sha pastdagi qismchalar. Bu yerda bu mana bundan olib borishimiz kerak. Adashib o'tib qolibdi-da. Mana shundan olib ketamiz. Bu o'sha analarning yoniga. Mana bunday g'ishtiramiz, buloq g'ish. Ustini tunka bilan yopib qo'yamiz. Mana shuni qo'ysa cho'pki variant bo'ladi mana. Shundan olamiz. Hammasini bosib ko'rsatdik. Mana bitta manalar qolib ketibdi. Hovliga terishga, oyoq tagiga, bu ham oyoq tagiga burchatga, bular ham xuddi shunday burchatga, oyoq tagiga. Mana buni olib borgandik, sotilib ketdi. Yana olishimiz kerak. Bu soqilga tersa bo'ladi. Mana buni ham soqilga tersa bo'ladi. Mana bu eshik derazalar tepasiga qo'yiladigan narsa, bu eshik derazalar tepasiga qo'yiladi. Mana bu lekin xumo qushga o'xshab ketar ekan. Bu gul. Mana bu yaxshi variant. Arzonroq variantga tushadi. Keraklicha tosh olib qo'yib, shuni quyib, betonga qoplab qo'ysa, menimcha arzonroq variant chiqadi. Faqat keyin buni ustidan bitta kraska berib, har joylarini, burchib chiqqan joylarini sansa bo'yab qo'ysa, zo'r chiqadi bu ham. Mana o'sha 6 yillik qolibdi. O'sha qornida guli bori. Mana katta binolarning ichiga qursa bo'ladi buni. Mana shunday.